Mana tovuqlarim hammasi donlarini yeb bo'ldi. Bahor sezilyapti o'zi. Bahor havosi kelib qoldi. Mana yomg'ir to'xtadi hozir. Surxondaryoda ham necha kunlardan beri yomg'ir yog'yapti o'zi. Mana to'xtadi. Mana suv soldim, iliq suv. Shuni cho'miladi hozir. Voy, qo'lim cho'kdi. Qo'yonning ovqatidan beryapman hozir. Qo'limda ozgina bor edi. Voh, bezor. Zarlar. Qo'yonim bor ikkita. Degan qo'yonni bolalar, ular kichkina hali. Ularga sabzi beraman, ovqat beraman. Voy, bezor polvon. Polvon. Dumalaq. Polvon yigit bu. Qo'shiq aytib mana shunaqa qilib. Mana sari tovuqim bu kurk bo'lganda shunchalik umuman turmaydi joyida. Xuddi kurkalarga o'xshab yotadi mana u ham. Shu biramalarni hammasi mana shu kurk bo'lishida joyidan turmas ekanda, oxirigacha bosib chiqar ekan mana. Bir xil turib ketib qoladi, tovuqlar unday bo'lmaydi ekan biramalar. Mana iliq suv, issiq suv. Shu qiynal ichyapti. Yomg'irdan keyin hamma joyda suvlar ko'lmak bo'lib qolgan. Shu ko'lmakka ham cho'milyapti ular. Yomg'irni yaxshi ko'radi, xursand bo'lib qoladi. Mana dumlarni qimillatishi bularni xursandchiligidan bo'ladi bu narsa. Minnatdorligidan, menga minnatdorchilik bildiryapti bular. Mana shu dumini qimirlatar ekanda, men uni kitobda o'qiganman mana shu. Endi o'tkalar dumini qimirlatsa, mana shu minnatdorlik belgisi bo'ladi. Xursand bo'lib, qorni to'ydi. Ko'p narsa berdimda bularga. Mana xo'rozvoy, bular jo'ja emas. Bularni hammasi o'zim jo'jalarda ochirib olganman. Jami 4 ta tovuq, 4 ta kurka olganman, shuna ko'payib ketgan. Kurkalarim erkaklarini sotdim-da, xo'rozlarni 350 mingdan. O'zi savdogarlar kelib olib ketgan uydan. Men bozorga olib chiqmayman, o'zlari kelib olib ketadi. Bu yil xudo xolisa hammasi endi kurk bo'ladi. Tug'ib boshladi tuxum. Ularga yana joy qilaman. Joyi bor, yana ham kengaytiraman, joyi nasib bo'lsa hozir yaqinda. Bularda tovuqlar bor ichida. Shular hammasini o'zim ochirganman jo'jaligidan. Nariga ketdim hozir. Hammasi oyog'ida pupakchasi bor. Antiqa o'zi pupakchali oyoqli tovuqlarni yaxshi ko'raman men. Biramalarni. Xo'rozni biramaga chatish qandaydir bir birama. Boshqa idishlarga ham suv solib qo'yaman hozir. Bu tovarga soldim, endi bu yoqqa chiqaman.